Yaxşımısınızlar dostlar, sizlarga Leo to'g'riliq bir so'zlar deb chiqdim, chunki Magauga oxirlashdi. Bir muncha bolalar hozir maktabdan chaqiriq yozib kelganlar keldi. Keldim o'qimayman. Ishqilib Magauga oxirlash bilan menga session qilgan kichik singillarimiz inlarimiz chiqib ketdi. Men Leo qilganbatdi uni buni deb. Birinchidan men Leo qilishni tavsiya qilaman, lekin endi butun umidinglarni Leo bog'lab olsanglar bo'lmaydi. Masalan, yaxshi maktabga o'tsanglar, go'naydi o'qisanglar bo'ldi. Agar faqat o'quvim yo'q deyman, yaxshi maktab o'tamayapman, Leo qilmasanglar, umumayli. Mencha bo'lganda to'g'rilay shu ham deya. Leo degan faqat sho'ylilar emas, u sizlarning jinlaringlarni, relation jinlaringlarni fuq qildi. Sizlarning jargon shijigan butun narsalarni boshqa bo'lgan ekan, o'zinglar do'lishib qo'ygan ekan, bir-biri o'zgardi. Ishqilib sizlarga o'zgarish pek cho'ng bo'ldi. Birdan nasib cho'ng bo'lib ketgandek his qilsam, mencha bo'lganda Lyoshning janjani yeysin, shu deb o'ylayman. Dunyoni ko'rsam, dunyoni ko'rdim deganimda pul xajlab, u yerda sayohat qilib, yedan narsalarni yebrasini tatib qilinglar deganim emas, dunyoni ko'ringlar deganim. Sayohat qilish jarayonida u bu narsalarni o'rganib qolsizlar, ashalarning tandigan holarini bilan u bu narsalarni ko'rib, ish qilib shu yeringlar ichib ketdi. Shunga men Lyoshni pek to'yjan qilmadim, lekin endi Leo miyada bir masala bor. Ba'zilarning jantinsi fudan bichiriga sho'fa ekan. Ba'zilar deydi, "Mening ota-onam hargiz bu Leo yonni fudan qila olmaydi. Agar men o'zim pulim yo'q bo'lsam, ashada dagon qilib o'qib qila olaman" deydi. "Da ancha qila olasiz, biroq uning darajasi sal yuqori." Endi sizlar fudan jantin bo'lib qolsanglar, mencha bo'lganda endi quruq yanchiqlar quruq chiqsanglar bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi o'zimning jinlisini da'vatman sizlarga. Yanchiqlar quruq chiqsanglar, ziyon tortsizlar, endi siz japadat qilsizlar mencha bo'lganda. Ba'zilar deydi, men dedim, endi-chu, masalan, yanchiqlar quruq pullar bo'lmasa, azab pul yig'ib qolsanglar bo'ldi, lekin birinchi masala, masalan, 고자 탈로가서다 메고 짜나다 어달리아 고르시 인고르시 고자 보디 백 오일랍겠만 çünkü bu yana şofesi yuqori anodinkin şofesim yuqori endi mego janada degende kelada odatdagi raqam bikaliq maktablar bek chiqmas lekin janshojin nishin chiqsanlar buldu mesela yaponda men akin do'stim bilan paranglasam yaponda janshojin nishin qilib bo'ldi ekan lekin u janshojin nishin qilib bo'lgandan keyin siz maktab xizmatga chiqqandan keyin u pulni ham to'lab qaytib bergansiz men do'stim ashada aytdim men yapondan ancha bek bilib ketmayapman lekin endi men ojoni bilmanda ojoga chiqsanglar mesela ojoning ko'pincha maktablari menfi bo'ldi endi bu menfi maktablar qanday sanlar ko'ngli shu hukumatdan maktablar endi bu yerga kirishdagi birinchi eng shing yo'lovchi shu yuyan masalan Germaniyaga keldinglar deylik men Germaniyaning chiq maktab emas chiq narsani tuygan qilaman masalan tash o'qiy masalan bo'ldi yana bir Ausbildung deb bir narsa bor u Ausbildung yana narsa sanlaylik jankalada shu masalan sestra bilmasanlar cheshasaydigan yoki grim qiladigan kirpik taqaydigan yoki turib yo'lni o'shaydigan traktor qilgan odam bo'lmadi sanlar endi bu xizmatni qiladigan pulni jiqtab turuvchi hisobda endi maktabdagi javsholar bilan chavda topadi endi bu yerga kirib o'qiyman desanlar butun narsalar menfi lekin siz shu masalan men deb o'tgan men sestral o'rganmoqchi bo'lsam men boshda chuqum yuyan degan ko'ndan o'tishim kerak chuqum germancha si degan jinshurum bo'lsa andan keyin bir maktab maktab o'qisam bo'ladi andan keyin buningda masalan bir yoqdan o'qib bir yoqdan ishlaysizlar masalan men sestra bo'lmoqchi bo'lsam bir maktabni topaman yo'q bir doktorxona topaman yoki bir jinson topaman ash jinson tepib o'zimning jinlisini berib menimcha Ausbildung qilgan bo'tdi desanlar ma'qul kel desa ashlar dagon qilib bersizlar hisobda andan keyin maktabda o'qiysizlar miyadim dagon qilsizlar endi tagay shu 3 yillar atrofi tugaydi deyman Ausbildung mening ismini qilishdi ashtu tugab qolsa bu yoqdan ishlab bu yoqdan o'qiysizlar o'qish bilan menfi lekin men ishlatgan yeringlardan 700 euro sizlarga berdi undan sirt yana kafetinglar ishlamsa uni buni qilamsizlar endi Yevropada shovshigunlar qilib pul topib kafetinglar ishlab qilsanglar uchun 700 euro oyda chiqib kirib turdi yaxshi kun kechira olasizlar lekin masalan yana deydiganim yuyan judukan masalan siz bo'g'ayga chiqib yuyan dedim masalan ba'zilar dedi mencha bo'lganda men yerda yuyan qancha yo'q men shinjon tursam ben yuyan o'rganmayapman men shunga chetdan chiqib o'rgangan bo'tdi deysizlar lekin chetdan chiqsanglar bu yuyanga bekaliq emas pul to'laysizlar chuqur pul to'laysizlar masalan men ayni chog'da har bir oyga 1000 euro to'laydim har bir oyga men bu yerda oilam bor erim bor endi men fanzu to'lamayman masalan mening pulim yo'q bo'lib qolsa rasmiy mening erimning sho'rusi xeyli yuqori Germaniyaga nisbatan bu xeyli yuqori sho'rusi ayni chog'da mening erim 1,5 yildek shu nimada turmagan Germaniya turmay Afrikada ishlagan shu vaqtda shu men shunday yaxshi uydan bunzuliq bergan o'zim yolg'iz turadigan shu jo'shinda menga nisbatan hech qanday jabba yo'q mening o'zimning yanchiqdim pul bor mening bank kartamda to'shaq pul bor to'shaq pul desam bir boyga deb o'ylab qolmanglar lekin o'zimning jinimni qamdig'idek ish qilib pul batdi shu chog'larda uchun endi men sen shu do'sti azroq pul jiqqan o'zimni mening chinqorimga sizlar kichiklar o'zinglarni seshtirsanglar bo'lmaydi agarda ota onalar shu pulni chiqarib berdi men chiqara olmayman divan ko'chani bir oyda ashada o'yinchilik qilib shu o'rgansam bo'ldi deganlar bo'lsa misha chiqib o'rgansanglar bo'ldi agar mening qat'iy pulim yo'q de u yerga chiqib o'shin coachingni shu filmdan undan nima chendan bu cheksanlar ko'nay turib o'rgansanglar bo'ldi amaliyotda ko'nay turib ne yaxshi chegolar bor ashaga banka boramsizlar yoki sesha boramsizlar necha oy hatto 1 yilda o'rganib bo'ldi masalan 8 oy 9 oylarda qo'llarni qissanglar bossanglar o'rganib bo'la olasizlar endi eng shin hojat shu men bekalik o'qiydim degandim bekalik o'qiydim degandan tejasi bo'ldi do'stlar men kanallardan anlayib bilan bekalikka ketaylik deb ham ketgan bo'lmaydi shunga buning oxirini nima deb so'njay qilamiz desanglar yana tirishinglar kerak agar tirishmasanglar qiynalib qolsizlar o'zinglar pulni jiq to'layib qolsizlar chunki ota onalarga chiqib yukinglarni ortib qolsizlar demoqchi endi men da'vatmanku shunga yana deydiganim agarda miyada yashaydi sizbek o'rin yoki o'zingizning vajida o'zingiz chiqolmaydigan bo'lsangiz yo'q degan narsani unutib keting siz chetdan chiqqandan keyin sizning javob qilgan otanangiz yo'q do'stlaringiz yo'q yoki tikida vaymaydi aloqalaysiz vaymayni oldingizga kelib qo'ymay tomoqingizni o'zingiz yetasiz telefonni urib uni ustiga berasiz masalan bir narsa to'la deb qolsa bosh to'la deb qolsa yoki bir nima deyil ofillarni to'la deb qolsa ular u xatda aytadi sizga telefon qilmaydi yo'jin aytadi shu yo'jinlarni o'zingiz qarab o'zingiz ratlab ish qilib hamma ishni o'zingiz qilsangiz hattoki bir jo'z olsangizmi uyingizga shu o'zini o'zingiz ko'tarib kelib uyingizda o'zingiz qurashtirasiz shu davrangiz buzilib qolsin o'zingiz o'ngshaysiz o'sha shaydoni bir sen chaqasangiz 100 euro
Şunlaşqa dostlar, miyada gorun, asman qarab juydolar bo'lsa, aya chiqib adam bo'lib qolganmiz deb o'ylamanglar, hargizmi. Chetasizlarni adam qaytidi, lekin sen japat atib qaytib kelayotganlarni biz ko'ryapmiz. Shunlaşqa endi o'zinglarning yejilisi ras yaxshi bo'lsa, rasman yaxshi o'gindim, ras ashagini qilib bordim deydigan ishlar bo'lsa, meningcha bo'lganda endi pulni azroq tejab, ash ko'naydi o'ginib, yuyan jonlarni olib bo'lgandan keyin siyi degan jonlarni qo'llanlar olgandan keyin maktablarni izlab shuncha qilsanglar bo'lib, bu chaqda u yerga berib bilqi uylarni zulq qilib, masalan, cho'shilar kirsanglarmi, bilan men bog'lan olib qolsanglarmi, shunda qimmat bir odam men bir chiqib hajayslar u yerga. Shunlashqa bu narsalardan nim qilib o'sanglar, chiqib ayada hajadan pullar men chiqib, shunlashqa mening eng chong sizlarga deydiganim, ash bek o'ginib bordim deydigan ishlar bo'lsa, qisib koneda yuyangan degenden ötübilip, siyi degan şunu evilip, anankin her qanday yeger şunçin qılsanglar bulu. Mesela, mazı Germaniyalarım da vatmangu, başka devletler maşında, şav yujon çuqum ügünsizler, şunu ilip, anankin şunçin qılsızlar. Şunlaşqa dostlar, bir narsan pek addiya oylamanlar, hem de çetelge çıkıplam okuğanlar, hem de degan, vay, pek peyzi durmuşlarını keçirip kettim, resimga qaraplam, unda bağır bermanlar cimo. Biz emdi, Tuqqan japalarımız mekteplerden tuqqan japalarını sizler gergiz, çıkıp, men japadat ketip, biz yolab çıkamayız, hoşan näs çıkımız, çünkü doyin cilu meyxavşın kuwa. Arbu şu sizlerden fu men de yemeğinden çıkıdan gelmez. O hemmemiz açtan. Japata sakmında, o men pek japatat ketip çıkamayız. O cünçangu emme de maşında. Şunlaşqa, tordaki näslerini körüylüp lan, pek intilip ketmanglar. Eğer de pek çıktım desalar, men degende, şu yuyan degen näsini, şu dövlütümüz ügünüylüp, anıkin çıksalar, pulni azrak hajayslar. Eğer de uyunuzkiler, aşu Leo şoför yollarını çıkarıp, pulonlarını berip, şoför yollarını berip, kuldan işler bulup basa, diyen geplerim unutup kesanlar buldu, başka bir ömeği godemsizler, yin godemsizler, adali ademsizler, canada hakkında geley basanlar. Çıkıp mal bolsa, ensim sanlar buldu. Lekin ma yo'qlar, men degandek chuqum tirishinglar kerak. Shu,